Nimalar tayyorladingiz bugun? Siz yaxshi ko'rgan tvorogli pirog, kiyingizni alishtiring. Solyapsanmi? Men senga. Aha. Rahmat. Hozir pulingizga qo'shib qo'yaman. Bu senga. Tushundim, pulingizga qo'shib qo'yaman hozir. O'zingni ehtiyojlaringga kiyim ol, xohlasang oyoq kiyim ol, xohlasang dazmol deyatding, dazmol ol. O'zingga beryapman shaxsan. Tamanga. Nima deyish bilmayman endi hozir. Rahmat. Pulim ko'p bo'lsin, ha? Pulingiz ko'p bo'lsin. Menga beribsiz, sizga ko'pgina bo'lib qaytib kelsin. Har oy mana shunaqa xursand qilib turavering. Lekin men bu pulni hozir bitta chiqqanda yo'q ko'raman. Shuning uchun bundan ko'proq pullar berishga harakat qiling. Va shunaqa gap bor. Ayol kishining rasxoti qancha ko'p bo'lsa, erkak kishi shuncha ko'p pul topadi degan joyi bor. Shuning uchun men rasxotlarim katta, siz ham ko'pgina pullar toping. Menga beribsiz, rahmat kattakon. Sizni yaxshi ko'raman, baxtli bo'laylik. Pul uchun rahmat. Yig'ib qo'ygan pullarimga yana qo'shib qo'yaman. Nimaga? Yig'ib qo'ygan pullarimga qo'shib Sen qo'yaman. qattiq yig'ib qo'ygan puling bor. O'shani ham so'rang. Keshbek-peshbekdan yig'gandirman. Bor olib chiqib ko'rsatchi menga tez. Qayerda puling bor sen? Tushunmadim. Bor olib chiqib ko'rsat menga pulingni. Men pulingizni oling, keshbekimni pulini hayotda bermayman sizga. Ha, aytgancha, tvorogni pulini bering. Siz uchun tvorog pishirganman. Tvorog uchun. Tvorog qimmat. Men qancha mehnatim ketib, asabim ketib, mehrim ketib pishirganman. Bu pul kam, yana bering. Hazillashyapman. Bu senga, o'zingga. Men hazillashganim yo'q. Sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikalatdan chiqqan sevgilim, ana. Hozir shunday qilib bostiraman, umuman yuta olmaysan. Mazasi bomba. Bostir. Yana bo'lsa salla darsga kirmasdan o'yin o'ynab o'tirganinglarni so'zga aytib beramiz. To'xtay. Ey, oyog'ingni artib kirlaring. Biz artganimiz bo'pti. Bu kiramiz, bo'l shuni. Moy. Oo, tepganni qara. Shahboz sochini ko'rdinglarmi? Kosa qo'yib aylantirib olganga o'xshaydi. Voy, erkin bodring kelib qo'ygan. Sekinroq gapiring, bizga xalaq beryapsanlar. Bu qilsam. Shahboz sochimni tortma. Qara, menga zo'r. Yo, meniki zo'r-ku mana. Yo'q, Shahbozniki zo'r. Menga zo'r edi. Meniki zo'r-ku. Hozir yana aylantiraman. Aylantir. Chiqolmading-ku. Men birinchi o'rtaga tushaman, holman tushing. Qizlar, to'xtanglar, biz ham o'ynaylik, sizlarga oyshiy pop beramiz. Juda ham mazali, yesak og'zingni erib ketadi, zo'r. O'zimizda ham bor, rahmat. Bor tashing ter. To'xta, biz ham o'ynaylik. Saqlasaga tegdi. Tegani yo'q. Yo, tegdi-ku. Tegani yo'q, shuncha odam ko'rdi. Shahlo tegdi-ku? Hay, tegdi, bo'lsa chiqaman. Boshqa yerda o'ynaylik, men chiqib ketdim. Yezimonov bo'ldi, ketdik, bo'linglar. Yoshlik sana o'ylamagankan. Katakdan chiqmay yoz, katakdan. Tam yo'q-ku. Katakni ichiga harflarni qisib yoz. Sinif bo'lmaydi, sinf bo'ladi, to'g'rilab yoz. Ruchkani tishlama, g'ajima shuni kuchuk. Daftaringni nima ichisiz? Olib kel qo'lingni. Olib kel. Qo'y. Yum. Shuni tiqib yuboraman og'zingga, yum. Tandirni yoq, non yapaman. Bo'ldi, men yoqaman. Zo'rgina opti. Rezangda yoqdingmi? Bo'lmasa yonmaydi-da, ona. Ha, ulatingdak nonga hidi o'tiradi-ku. Yo'qolmasa yo'qolmayman de. Yo'qolmayman. Yo'qasan. Yo'q aka. Yo'qasan hozir shuni. Sola darsga qilganmisan? Ha, qilganmiz. Tur, mollaga qara. Shamollaysan kuchuk. O, sovuq emas, iliqroqday bu. Agar kechqurun oyog'im og'ir desalaring, urib o'ldiraman. Sen ham yirtilganmi aka? Ha, ketdik, onamlarga aytamiz, yangi olib beradilar. Davay. Ona patinkam yirtilib, yangisini olib bering. Olganimizga birov bo'lgani yo'q. Shuni ham darrov yedingmi, yemi-ta? Yo, meniki original, buniki aytib yetilgan. Original olib bermagansiz menga. Bu yirtilmasdi shu. Pomidor qoqilari piyositkaga solib, chetga ochib qo'ylaring. Bo'ldi, xo'p.
Yema, orqamda ham ko'zim bor. Baxki men tapilach chor qilib terib qo'ymaydi-ku. Men qo'lim sasiydi. Ha. Jar. Chorla qilib ter. Latofatli bo'l mana. Mishig'ingni oqizma erkan. Darmonni ko'tarmay olib borib qo'y. Ko'tarolmayman, og'ir bu. Xola, oyimlar bozor ketdilar, shunga kechgacha sizlarnikida turib turar ekanman. Aylanib ketay qizim, o'zim kelin qilaman. Siz aylanay. Marg'ibani qizi supurgini olib keldi topib. Xo'p. Supurgimni olib kelim. Men qidirsam supurgi yeri tagidan bo'lsa ham topilmaydi. Onam uylansam, Xonsaroydan uyolib, hammalaringizni olib ketaman o'sha yoqqa. Ha. Men karatega boraman. Menga bo'ladi. Hozir beraman. Bu senga emas, buni teshib beraymi? Sipaman. Qarama, bu og'ir ekan, buni ber. Maha. Ey, qani sanlar, qatta yur. Shumg'iyalar, bu yoqqa kel. Yoshlik sana o'ylamagankan. Ustingni kir qilasan, kuchuklar. Onamla qo'shdik. Uchalang, mollarga bir o't o'rib kel. Aya, men darsim bor. Tamam, sen darsing qil. Xo'p. Onamani ham darsim bor edi. Og'zingni yopib borib molga o't o'rib ketyapman. Osilma. Osilganim yo'q-ku. To'kma shuni, to'kma. Shu yerda supurgandim hozir, ey. To'kilgani yo'q-ku. Bu. Ana uni ko'p terdik. Mana shu loyi bor ajriqda yeydimi shuni bola? Bol. Mana bu terdi. Men sodib bermadim uni. Aya, ertaga jismon tarbiya darsim bor. Bitta krossovka olib bering. Akang krossovkasiga paxta tiqib kiy. Bu katta. Gapni ko'paytirma, oylik hisob beraman debman seni, kuchuk. Yesam bo'ladimi? Hozir uradi, ura qara. Aytma-chi. Men senlarga darsingni qil desam, multfilm ko'rishyapsanmi? Ona erkin ko'radi o'zi. Nima aytgan yo'q. Onajon, siz 8-marta bilan tabriklaymiz. Voy bajam, aynan aytingdan. Hozir sentyabr-ku. Nimani sindirdilaring? Erkinga shkafga chiqmasam, u chiqaman dedi o'ziki. Nima sindi? Qizil choynakcha. Kaltak qo'rlar! Ey, hammang kirlaringni olib kelaring. Ona urushmaysiz, men oq ko'ylagim yoqqasi dog' bo'lgan bu. Hech narsa qilmaydi. Hozir aprel parashoga yo'man, top-toza bo'ladi. Kir, dog' hammasi ketadi. Ko'ylagingda shiq keladi. Toza, arzon, sifatli. Men ehtiyot qilib dorganlaring. Manikiga tegirma. Ha, parazitlar, onangni oyog'ini ostiga keda. Yoshlik sana o'ylamagankan. Sizlarning xotininglar ham shotdani skaner qilib uradimi? Men bunaqa qilib, yo faqat men Yuring qilib bersin. Boshqa bersin nimaga? Ma qarang, mana to'g'ri kelmaydi deydi. Bu kodni urmoqchi bo'lsangiz bunaqasi to'g'ri kelmaydi deydi. Nima degani bu? endi hozir shunga talashib urushib edik mana. Mana ushbu QR koddagi ma'lumotlar soliq ma'muriyatiga oid emas. Pul bermaydi degan. Ha, bo'pti, yur. Men ovqatlarni pul berdim, nima bermaydi? Naqd beraman, yur. Emas, men shunchada yig'ganim qiziq menga. Yuring. Yur hozir. Nimaga yurdingiz? Hozir 5 ming so'm uchun urushmaysan-ku. Farqi yo'q, talashib. Vag'illab. Yur. Yo'q, men kiraman. Nimaga bunaqa kodli bermaydi? Nimaga? Mag'atdan bilaman. O'ting, shuni so'rayman. Men o'zim kartamdan tashlab beraman senga. Paslar. O'l. Ular pasmi, sen pasmi hozir? Men pulim bor, sizda ham pulingiz bor. Shu chekni urib yig'ish menga yoqadi. Ha,